Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Tramp Ukrainaga oid muzokaralarda erishilgan taraqqiyot haqida bayonot berdi. Biroq murakkab masalalar saqlanib qolmoqda. Donald Trump va Vladimir Zelenskiy Floridada bo'lib o'tgan muzokaralar davomida Ukrainadagi urushni hal etish yo'lida ma'lum darajada taraqqiyotga erishilganini aytishdi. Biroq AQSh prezidenti hudud masalasi hanuz hal etilmaganligini tan oldi. AQSh va Ukraina prezidentlari muzokaralarni ajoyib deb atagan bo'lsalarda, Trump bitta yoki ikkita juda keskin hal etilmagan masala qolmoqda, dedi. Eng asosiy masala yer, hudud masalasidir. Zelenskiy tinchlik rejasidagi 20 banddan iborat kelishuvning qariyb 90% bo'yicha kelishuvga erishilganini aytdi. Trump esa Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari deyarli 95% bajarilganini bildirdi. Keyinchalik Zelenskiy AQSh va Ukraina delegatsiyalari kelasi haftada urushni to'xtatishga qaratilgan masalalar bo'yicha muzokaralarni davom ettirish uchun yana uchrashishini ma'lum qildi. Biz barcha masalalar bo'yicha mazmunli suhbat o'tkazdik va so'nggi haftalarda Ukraina va Amerika jamoalari erishgan taraqqiyotni yuksak baholaymiz, dedi Zelenskiy Telegram messenjeridagi xabarida. 2022-yil fevral oyida Rossiya Ukrainaga qarshi keng ko'lamli bosqin boshlagan edi. Hozirda Moskva Ukraina hududining taxminan 20%ni nazorat qilmoqda. Trumpning aytishicha, Ukrainadagi Sharqiy Donbass hududini, asosan Rossiya nazorat qilayotgan mintaqani demilitarizatsiya zonaga aylantirish haqidagi taklif hanuz hal etilmagan. Bu yerlarning bir qismi allaqachon egallab olingan. Bu yerlarning yana bir qismi esa ehtimol kelajakda qo'lga kiritilishi mumkin, dedi u uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga. Hozirda Moskva Donetsk viloyatining qariyb 75%ni va qo'shni Lugansk viloyatining taxminan 99%ni nazorat qilmoqda. Bu ikki hudud birgalikda Donbass nomi bilan tanilgan. Rossiya Ukrainadan Donbassdagi o'zi hali nazorat qilmaydigan kichik hududdan chiqib ketishini talab qilmoqda. Kiyev esa ushbu hudud Ukraina kuchlari nazorati ostida erkin iqtisodiy zona bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. AQSh prezidenti Ukraina yo'qotgan hududlar masalasida bir necha bor pozitsiyasini o'zgartirgan. Sentyabr oyida u Ukrainaga bu hududlarni qaytarib olish imkoniyati bo'lishi mumkinligini aytib, kuzatuvchilarni hayratda qoldirgan edi. Keyinchalik u bu fikrini o'zgartirdi. Bu juda murakkab masala. Bu masala hal etiladi, dedi Trump. Trump Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari 95% ga bajarilganini aytdi. Biroq Ukrainani kelajakdagi hujumlardan himoya qilish uchun aniq moddiy texnik yordam yoki qo'shin joylashtirish bo'yicha rasmiy va'dalar bermadi. Shuningdek, Trump AQSh, Rossiya va Ukraina o'rtasida 3 tomonlama muzokaralar o'tkazilishi mumkinligini istisno qilmadi. AQSh prezidenti Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushni o'zi yakunlagan mojarolar ro'yxatiga qo'shishni istayotgan bo'lsa-da, u juda yomon kechadigan yoki bekor qilinadigan muzokaralar urushning davom etishiga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Avvalroq Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashdi. AQSh prezidenti suhbat tafsilotlarini ko'p ochiqlamadi, biroq uning fikricha Rossiya yetakchisi Ukrainaning muvaffaqiyatga erishishini istaydi. Shuning bilan Trump Moskva Ukrainaga referendum o'tkazish imkoniyatini beradigan o't ochish rejimiga uncha qiziqmasligini tan oldi. Men bu pozitsiyani tushunaman, deya qo'shimcha qildi u. Rossiya tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakov telefon qo'ng'irog'ining tashabbusi Trump tomonidan bildirilgani va u Putin bilan Yevropa ittifoqi va Ukraina tomonidan ilgari surilgan so'nggi takliflar haqida muhokama qilganini aytdi. AQShdagi sobiq Rossiya elchisi bo'lgan Ushakov Trump Kremlning taklif etilgan choralar haqidagi bahosini eshitgani va suhbatdan so'ng ikki prezident Yevropa ittifoqi va Ukraina tomonidan taklif qilingan vaqtinchalik o't ochish rejimi faqat mojaroni cho'zib yuboradi degan fikrga kelishganini qayd etdi. Zelenskiy yanvar oyida ukrainalik rasmiylar Oq uyda ehtimol Yevropa yetakchilari bilan birgalikda uchrashishi mumkinligini bildirdi.
Floridadagi uchrashuvdan so'ng Yevropa ittifoqlarchilari bilan bo'lgan telefon suhbatida Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen muzokaralardagi yaxshi taraqqiyotni yuksak baholay, Ukrainaga birinchi kundan boshlab mustahkam xavfsizlik kafolatlari berish zarurligini ta'kidladi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.